erkagini sindirib, bukib, uni yer bilan chilparchin qilib boshini egib qo'yadigan narsa bu xiyonat. Bu ishsizlik, pulsizlik emas. Bu jigarlaridan, o'rtoqlaridan ko'rilgan xiyonatdan emas, hattoki ota-onasi tomonidan ko'rilgan xiyonatdan emas. Bu sevimli, yaxshi ko'rgan rafiqasidan, ayolidan ko'rilgan xiyonat. Bilasizlar, ba'zi erkaklar yashayveradi, mayli xiyonatdan keyin ham ayoli bilan yashaydigan erkaklar bor. Farzandi uchun yoki ayolini rostmana juda ham qattiq yaxshi ko'rgani uchun ham yashaydigan erkaklar bor, yo'q emas. Lekin bu erkakni ichida hech qachon bu og'riq, bu xiyonat hech qachon chiqib ketmaydi. Ba'zi ayollar aytishi mumkin, o'zini oqlab, o'zini bahonasi bilan bekordan bekorga ayol kishi yurmaydi. Uni mehr yetishmasligi, e'tiborsizlik uni ayolni yurishga majburlaydi deyish mumkin. Lekin bitta narsa esingizdan chiqmasin. Xiyonat o'z nomi bilan xiyonat. U hech qanaqasiga oqlanmaydi. Bu videoni bo'lsa kimga yuborish kerakligini o'zingiz yaxshi bilasiz.